Salom o'quvchilar. Bugungi mavzuimiz kompetensiya tushunchasi, uning tasnifi. Ushbu tushunchalar ta'lim jarayonida o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llay olish salohiyatini ko'zda tutadi. Bu esa juda muhimdir. Kompetensiya bu shaxsning muayyan fan yoki sohada egallagan bilim, ko'nikma va malaka asosida mustaqil ish bajara olish qobiliyatidir. Kompetensiya insonning kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur bo'lgan tayyorgarlik darajasini aniq ifodalaydi va uni baholashga yordam beradi. Kompetensiyaning mohiyati va mazmuni. Kompetensiyaning mohiyati shundaki, u bilimni amaliyot bilan birlashtiradi, vazifalarni mustaqil bajarish, mas'uliyatni tushunish va natijalarni baholashni o'z ichiga oladi. Mazmun esa o'z ichiga kasbiy malaka, kommunikativ qobiliyatlar, muammoli vaziyatlarni hal qilish, ijodiy yondashuvlarga ega bo'lish talab qiladi hamda rivojlantiradi. Kompetensiya bu shaxsning bilim, ko'nikma, tajribalarga asoslangan muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish qobiliyati va tayyorgarligidir. U qulay natijani ta'minlaydi. Kompetensiyaning tarkibiy qismlari. Kompetensiya tarkibiy qismlari asosan bilim, nazariy asoslar, ko'nikmalar amalda qo'llash va munosabatlar shaxsiy yondashuvdan tashkil topadi. Kompetensiya bu shaxsning bilim, ko'nikma, shaxsiy sifatlarning uyg'unligini ifodalaydi. Ular muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishda namoyon bo'ladi. Ushbu tarkibiy qismlar birgalikda yashirin va ochiq shakllarda bo'lib, individual rivojlanish, kasbiy yutuqlarni ta'minlovchi asosiy mezonlardandir. Bilim, ko'nikma va malaka o'rtasidagi farq. Kompetensiya shaxsning bilim, ko'nikma, malaka asosida mustaqil fikrlab, muammoni hal etish qobiliyatidir. Bu tushunchalar bir-birini to'ldiradi. Bilim bu nazariy ma'lumotlar to'plami bo'lsa, ko'nikma uni amalda qo'llash, malaka esa avtomatik ravishda bajarish darajasi hisoblanadi. O'quv jarayonida bilim orttirish birinchi bosqichdir. Undan keyin ko'nikma hosil qilinadi, oxirida esa malakaga aylanadi. Zamonaviy ta'limda kompetensiyaning o'rni. Kompetensiya bu shaxsning bilim, ko'nikma va malakalarini aniq vaziyatda qo'llay olish qobiliyatidir. U har tomonlama rivojlanishi ta'minlaydi. Zamonaviy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning amaliy bilim olishiga yordam beradi, mustaqil fikrlash, muammoni hal qilishni o'rgatadi. Kompetensiya asoslangan ta'lim jarayoni talabalarda muayyan kasbiy va ijtimoiy vazifalarni bajarish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Bu esa natijadorlikni oshiradi. Kompetensiyaning ijtimoiy ahamiyati. Kompetensiya tushunchasi insonning bilim, ko'nikma, malaka, shaxsiy fazilatlarini o'z ichiga oladi. U shaxsning faoliyatdagi muvaffaqiyatini belgilovchi omildir. Zamonaviy jamiyatda kompetensiyaga ega bo'lgan shaxslar ijtimoiy integratsiya osonlashtiradi, barqarorlik va taraqqiyotga hissa qo'shadi, muammolarni bartaraf etadi. Kompetensiyaning ijtimoiy ahamiyati jamiyatda ishonchli, mas'uliyatli, faol fuqaroni shakllantirishdan iborat. U ijtimoiy taraqqiyotning asosi hisoblanadi. Kompetensiyani shakllantirish usullari. Kompetensiyani shakllantirish usullari o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malakasini rivojlantirishga qaratilgan usullardan iborat bo'lib, ular metodlarga asoslanadi. Ular jumlasiga muammoli o'qitish, amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosida ta'lim hamda faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar kiradi va keng qo'llaniladi.
shuningdek o'yinli metodlar, integratsiyalashgan topshiriqlar, tajriba asosli mashg'ulotlar orqali kompetensiyalar samarali shakllanadi va mustahkamlanadi. Xulosa va takliflar. Xulosa sifatida kompetensiyaning rivoji uchun amaliy mashg'ulotlar asosida o'qitish usullarini kuchaytirish zarur va takliflar shunga muvofiq ishlab chiqilsin. Kompetensiya tushunchasi zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. U bilim, malaka va ko'nikmalarning uyg'un holda namoyonidir. Mazkur tushuncha shaxsning kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishda asosiy omil hisoblanadi. Chunki kompetensiya har tomonlama yetuklikni anglatadi. E'tiboringiz uchun rahmat.